Yurakda o'ti bor. Marg'ilonlik do'stimiz bilan bellashuvni boshladik. 1000 grammlik bellashuv, mukofot puli 500 ming so'm. Do'stimiz xudo xohlasa katta ehtimol bilan g'olib bo'lishadi o'yinimizda. Nima deyapti? Malades, to'ppa to'g'ri. Bu ko'p, ancha ko'p. Akamiz yaxshi nima qilar ekan? Bolajondan shikolat ishini bitta olib qo'y. Voy malades, shikolatlar oqizib yeyaptilar. Bor shikolatlar. Maza qil. Ko'jon yog'ini olasizmi, go'shtini qisqasini 1000 gram keltirib bering, tamom, o'yin tugadi. Ko'pmagan. Akani ham chamasi yomon ekan. Xolis. Ko'yingiz ko'targani qiling. Xudo xohlasa minchsa 500 ketdi o'rta. Farg'ona vodiysiga reklamalarda eng yaxshilarini qo'yib kelayotgan do'stimiz bilan bellashuvlarimiz boshlangan. Xudo xohlasa o'ylab, o'lchab, bittada qo'yadi 1000 gram keladi. Yaxshi akaxon. Kamon bas.